Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan shov-shuvli xabarlar. Yaqin akalarimiz to'yga bordik, guruhlar harakatlandik. Ijtimoiy tarmoqlar tarqab ketib qolibdi. Gay xodimlari tegishli choralarni ko'rdi. Bu ish qonunga zid ekan. Bu holat boshqa qaytarmaslikka va'da beraman. Sizda haydovchilik guvohnomasi to'g'rimi? Siz haydovchilik huquqiga ega emassiz. Tekshirishlarni so'rayman. Bu ishdan pushaymonman. Siz o'zi aloqadamisizlar? Boshqa bunaqa ish takrorlanmaydi. Birinchi martasiga kechirishinglarni so'rayman. Qonunga zid narsalarni qilmasligini tavsiya qilardim. Hududlarda o'tkazilgan tekshiruv tadbirlari davomida aniqlangan qoidabuzarliklar. Maxsus moslama o'rnatib, transport boshqarligi aniqlandi. Tegishli ruxsatnomasiz qora plyonka o'rnatganligi aniqlandi. Haydovchi yo'l-patrul xizmati xodimlarining to'xtash ishoralariga bo'ysunmasdan harakatlanib ketdi. Xodimlar tomonidan belgilangan tartibda alkotester moslamasidan o'tkazildi. E'tirozingiz bormi xodimlarga? Surxondaryoda imtihon markazi ishga tushdi. Qish mavsumiga tayyorgarlik. Shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsiloti bilan hafta ichida dayjestida tanishtirib o'tamiz. Dastlab ijtimoiy tarmoqlarda sohaga oid tarqalgan shov-shuvli xabarlarga munosabatlar beramiz. Yana to'y korteji ijtimoiy tarmoqlarda boshqa harakat ishtirokchilarining erkin harakatlanishiga to'sqinlik qilib, guruh bo'lib harakatlangan qoidabuzarlarning harakati shov-shuvga sabab bo'ldi. Ushbu qoidabuzar haydovchilar hamda avtomobillar zudlik bilan aniqlanib, ularga qonuniy chora ko'rilishi ta'minlandi. bilan xromaylab xumo bilan kelibdi xumo bilan kelibdi yo kelibdi sarpo bilan kelibdi xumo bilan kelibdi yo kelibdi sarpo bilan kelibdi to'yoq shami xonadonga nur taralib o'zimda to'yoq shami xonadonga nur taralib o'zimda go'yo tunda quyosh chiqib ziyo bilan kelibdi. Siz tasvirlarda ko'rib turgan ushbu transport vositalari to'y marosimlarida guruh bo'lib harakatlanganligi uchun hozirda jarima maydoniga joylangan. Ushbu transport vositalari Andijon viloyat yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi xodimlari tomonidan aniqlanib, har bir haydovchiga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, haydovchilar bilan tushuntirish profilaktik ishlari olib borildi. 16 sentyabr kuni biz to'yga bordik, guruh bo'lib harakatlandik. Biz bu ish noto'g'riligini bilmoqdik. Biz gay xodimlar tomonidan chaqirtirilib, tegishli choralar ko'rdi. Yaqin akalarimiz to'yga bordik, guruhlar harakatlandik. Bu ish noto'g'riligini gay xodimlari tushuntirish ishlarini olib borishdi. Bu ishda qayta takrorlandi. Kortej qildik. Ukamiz to'yga bordik. Ijtimoiy tarmoqlar tarqab ketib qolibdi. Gay xodimlari tegishli choralarni ko'rdi, biroq boshqa qaytarilmaydi. 16 sentyabr kuni guruh bo'lib ukamizni to'yiga chiqdik. Gay xodimlari tegishli choralarni ko'rishdi. Yaqin oshnamizni to'yida guruh bo'lib harakatlangan ijtimoiy tarmoqlar tarqab ketdi. Bu holatni gay xodimlari ko'rib, tegishli tartibda chora ko'rildi. Qilgan ishimizdan afsusdamiz, qayta takrorlanmaydi. To'y kortejida qatnashgan edik, oshnamizga gay xodimlar chaqirib, tegishli tartibda choralar ko'rdi. Bu ishimizdan afsusdamiz. 16 sentyabr kuni Jan to'yda kortej qilib yurdik. Gay xodimlarni chaqirib, tegishli choralar ko'rildi. Holat qayta takrorlanmaydi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda o'zining qo'pol qoidabuzarligini ko'z qilgan yana bir haydovchi va yo'lovchiga qonuniy chora ko'rildi. Mana ko'rinishingizdan yosh katta insonga o'xshayapsiz-da. Necha yillik tajribaga egasiz?
15 yil. 15 yildan beri transport vositasi boshqarasiz, to'g'rimi? Transport vositasida 2 nafar yo'lovchi aynan tana qismlarini transport vositasidan chiqargan. Belgacha, beldan qolgan boshqacha bo'lgan qismdan chiqarishgan, to'g'rimi? To'g'ri. Bexosdan agar yiqilib tushganda yoki transport vositasini shina qismidan, balon qismidan tagida qolib ketganda nima bo'ladi? Javobgar kim bo'lardi shunday vaziyatda? Menda bo'ladi. Siz bo'lasiz. Shu narsani bir o'zingiz anglab yetmadingizmi? Birovning hayoti, yosh bolalarga siz yosh kattadan so'ng sifat aytganingizda balki bular shu xatti-harakat qilmasdi balki. E'tibor qilmabsiz, qaytarilmaydi boshqa. Bir savolda mana yosh katta, mana balovatga yetgan bola ekansiz. To'g'rimi? Bir kunlik xursandchilik kun. To'y bo'lganmi o'sha kuni? Ha, to'yda juramiz to'yda edi. O'zina xursandchilik bilan boshimizni o'rnasidan chiqargan ekanmiz. Tana qismingiz chiqargan. Tana qismingiz. Lekin mana hozir to'g'risi o'zingiz kulib turibsiz-da. Lekin mana bizga o'xshab avtoavariya sodir bo'lgan hududlarga chiqib, sodir bo'lgan holatlarni, piyodalarni, boshqa insonlarni jabr ko'rganni, hattoki halok bo'lgan holatlarni ko'rsangiz, menimcha yuzingizga bunaqa tabassum yugurmasdi. O'zingiz xatti-harakatingizni anglab yetyapsizmi? Anglab yetdi. Bizda qilgan ishimizdan pushaymonmiz. Biz bu ishni qilishni tavsiya bermagan bo'lardik. Mana hozir sizga nisbatan, ikkovizga nisbatan belgilangan tartibda yo'l-patrul xizmati inspektori tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi-da. Bir tarafdan sizga moddiy tarafdan ham zarar bo'ladi, to'g'rimi? Chunki jarima chiqyapti sizga. Mayli, jarima o'zini yo'liga, lekin xavfsizlik birinchi o'rinda, sizni shaxsiy xavfsizligingiz birinchi o'rinda, to'g'rimi? To'g'ri. Tegishli xulosa chiqardinglarmi o'zingizga? Chiqardi. Yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan olib borilayotgan keng qamrovli profilaktik tadbirlarga qaramasdan, hanuzgacha to'y marosimlarida ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi haydovchi va yo'lovchilar tomonidan yo'l harakati qoidalarini qo'pol tarzda buzish holatlari ko'zga tashlanmoqda. Mana shunday holat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgandi va albatta Jizzax viloyati yo'l harakati xavfsizlik xizmati tomonidan ushbu holatga oydinlik kiritilib, qoidabuzar haydovchi hamda yo'lovchilarga nisbatan qonuniy chora ko'rildi. Surxondaryo viloyati Denov tumanida yo'lning qarama-qarshi ajratilgan bo'lagida harakatlangan qoidabuzar haydovchining harakatlari jamoatchilikning e'tiroziga sababchi bo'ldi. Nexia avtomobili haydovchisiga yo'l-patrul xizmati xodimlari tomonidan tegishli chora ko'rildi. Jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'lgan ushbu avtomashina Nexia 1 Sharif Rashidov ko'chasida qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanganligi uchun bugun avtomobil yo'llarimizda yo'l transport hodisalarining oldini olish borasida jamoatchilik vakillari ham faol. Shu sababli yo'llarda sodir etilayotgan huquqbuzarliklar, qo'pol qoidabuzarliklar, insonlar, boshqa harakat ishtirokchilarining hayotiga xavf tug'dirayotgan ayrim haydovchilarning harakati har doim nazoratda. Denov tumani Sharif Rashidov ko'chasida o'zi va o'zgalarning hayotiga xavf tug'dirib yo'lning qarama-qarshi bo'lagiga chiqib choraqadan harakatlangan ushbu haydovchini biz yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga chaqirdik va bu harakatni, bu huquqbuzarliklarni sodir etishlarga nima majbur qilganligi bilan qiziqamiz. Sizni mana shunday xavfli manyovr qilishga nima majbur qildi? Men oldimda ketayotgan Cobalt rusumli avtomashina harakatini birdaniga o'zgartirdi. Palasani shuning hisobiga men o'z palasamdan chiqib qarama-qarshi yo'nalishga o'tdim. Nima sababdan o'zingiz yo'nalishingizga qaytmadingiz? U yonimda yana avtomashinalar bor edi, ular qizilga to'xtab turganligi sababli men qayta olmadim. Nimaga to'xtash choralarini ko'rmadingiz? Ko'rib kelayotgandim. Chunki oldinda svetoforda taqiqlovchi ishora yonib turibdi. Siz tezligingizni pasaytirib to'xtash choralarini ko'rib ketishingiz kerak edimi? Shunday jarayonda Cobalt rusumli transport vositasi agar sizningcha sizga xalaqit bergan taqdirda siz yo'lda o'zingizni bo'lagingizda to'xtarsiz, to'g'rimi? Shunday. Nima sababdan bunda harakatlanganingizni men aytaymi? Chunki sizda haydovchilik guvohnomasi, to'g'rimi? Siz haydovchilik huquqiga ega emassiz. Sizda yetarlicha malaka yo'q. Shu sababli yo'llarda favqulodda yuzaga kelayotgan avariya holatlariga qanday harakat qilish kerakligi, transport vositasini qanday boshqarish kerak, to'xtatib qolish choralarini qanday tartib ko'rish kerak bilmaysiz. Endi ikkinchi savol sizga. Nima sababdan haydovchilik huquqisiz, yetarlicha malakasiz, haydovchilik guvohnomasini olmasdan, o'qimasdan avtomashinani boshqaryapsiz? Bu holat boshqa qaytarilmaydi. Yo'q, nima sababdan boshqardingiz? Yoshlik sabab. Avtomashina kimga tegishli? Onamga. Onangiz sizni o'sha transport vositasini boshqarib ketganingizni bilarmidilar? Yo'q. Uydan o'zingiz olib chiqib ketdingiz. Siz mana shu boshqarish jarayoningizda yo'l transport hodisasi sodir bo'lsa, kimnidir hayotiga zomin bo'lsam deb o'ylab ko'rdingizmi hech?
Bugun o'ylashga vaqt bo'ldi. Endi nima xulosaga keldingiz? Qilganimdan pushaymonman, boshqa qaytarilmasligiga so'z beraman. Bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan yana bir qoidabuzarlik aks etgan video o'rganilib, haydovchiga nisbatan Buxoro viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan tegishli chora ko'rildi. Yo'lning qarama-qarshi qismiga chiqib, avariya holatini keltirgan haydovchi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan tezda topildi va u bilan profilaktik suhbat olib borib, uning avtomashinasi vaqtincha jarima maydoniga joylashtirildi va unga nisbatan qonunda belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Pul topishni yaxshi ko'rish qanday bir talant, midalasa yoqmidi o'ynida asab, ish tushsa telefon urdi katta bo'lsam sizlab, ekinga ayliq qimmat bo'lmasmadi. Bu yurek har dardni qoldiradi, bu go'da odam yo'q, pul yo'q bo'lsam zakat. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ushbu videodagi haydovchilar qilgan qilmishlari oshkor bo'lmaydi degan niyatda edi nazarimizda. Ammo buzoqning yugurgani somonxonagacha. Olib borilgan qidiruv-surishtiruv harakatlari natijasida ko'rib turganingizdek, barcha avtomashinalar jarima maydoniga joylashtirildi va ularga nisbatan qonunda belgilangan tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Guruh bo'lib harakatlandik, baribir qonun ustuvor ekan. Ana jarimaga tortildik. Boshqa tengqurlarga, o'zimizdan kattalarga, kichiklarga maslahat bermayman. Do'stim to'yida guruh bo'lib harakatlandik. Bu ish qonunga zid ekan. Bunday ishlarni qilishni sizlarga tavsiya bermayman. Bu holat boshqa qaytarilmaslikka va'da beraman. Ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpog'iston Respublikasida fuqarolarning haqli e'tirozlariga sabab bo'lgan haydovchiga qonuniy chora ko'rildi. Yo'l chiqsam taksiye o'xshima yo'lda ko'rgan el sallidi. Mazikadilar ko'p yozib boshladi. 2012dagi Navro'za o'xshimas. Trek chiqarishim kima qiziqayt, haqiqat shuning bilan hech kimga yoqmaydi. Bular o'zi bo'lming refleks bo'jaq baxirsan trekin qurug'ingdan ortmaydi. Chiqdim ko'cha yanımda jo'ram o'tdik ko'pirni van. Hokimlik javobgarlik haqidagi kodeksning 1-motor statyasida ko'rsatilgan, ya'ni transportlarning haydovchilarining yo'l harakati xavfsizligini xavf solishi topar bo'lib harakatlanmagan baylanishda hokimlik huquqbuzarlik haqidagi ish materiallari ko'rib chiqildi. Sud davomida ish bo'yicha huquqbuzarlikda tortilgan shaxslarning qoidabuzarlik holatlari to'plagan obyektiv dalillar bilan tasdiqlangan sababli 1 yil muddatga barliq turdagi avtotransportlardan bosroqdan ayirib, ba'zi hisobnomalarning 25 hissasi, ya'ni 10 million 300 ming so'm miqdorida jarima jazosi tayinlandi. 1-noyabr kuni to'yga chiqib, topar bo'lib harakatlanib, driftdan sekin driftdan pushaymonman, uni aydaganman, o'tib unda zot qaytalaman deb qolaman. Guruh bo'lib qatarlandik, drift qildik. Qilganimdan pushaymonman. Jamoatchilikning haqli e'tiroziga sabab bo'lgan holat o'rganildi. Surxondaryo viloyati Termiz shahridagi Ibn Sino ko'chasida transport vositalari harakati yo'nalishiga qarshi yo'nalishda harakatlangan Cobalt avtomobili haydovchisi hali haydovchilik guvohnomasiga ega emasligi aniqlandi. Ushbu holat yuzasidan fuqaroga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 135-moddasi 2-qismi hamda 128-prim 5 moddasi 2-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomobil vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Haydovchi bilan tushuntirish va targ'ibot ishlari ham olib borildi. Sizni o'sha yo'lda bunday tarzda harakatlanishga nima majbur qildi? Biroq so'rashtirmayman. Endi afsusdamiz bu qilganimizdan. Agar shu paytda yo'l transport hodisasi sodir bo'lsa, kimdir vafot etsa, o'zingizni kechira olarmidingiz? Xorazm viloyati Urganch shahrida to'y marosimida transport vositalarini xavfli tarzda guruh bo'lib boshqargan haydovchilarga nisbatan qonuniy chora ko'rilishi ta'minlandi. Kuni kecha Urganch shahrida yoshlarimizning nikoh to'ylarida bir guruh transport vositalari haydovchilari yo'l harakati qoidalarini qo'pol tarzda buzib, guruh bo'lib harakatlanganligi
qoidabuzarligi aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarga tarqalib, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilarining haqli e'tirozlariga sabab bo'lgan edi. Bugun yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan ushbu holat o'rganildi va ushbu to'y marosimlarida ishtirok etgan barcha transport vositalari va ularning boshqargan haydovchilarning shaxsiga oydinlik kiritildi. Belgilangan tartibda ushbu transport vositalarini haydovchilarga nisbatan yo'l patrullik xizmati inspektorlari tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 129-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, haydovchilar bilan bu boradagi qoidabuzarlikni boshqa sodir qilmasliklari yuzasidan profilaktik tushuntirish ishlari olib borildi. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, transport vositalarining guruh bo'lib harakatlanganligi bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 129-moddasida javobgarlik belgilangan bo'lib, bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorida jarima jazosi tayinlanishiga sabab bo'ladi. Toshkent shahrida yo'l patrul xizmati xodimini avtomobil kapoti ustida sudrab ketgan fuqaroga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Toshkentda yo'l patrul xizmati inspektorining ustiga avtomashinasini haydab, uni sudrab ketgan yigit qo'lga olindi va unga nisbatan Jinoyat kodeksining 219-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Joriy yilning 2-noyabr kuni soat taxminan 11:40larda Farg'ona yo'li ko'chasida harakatlanib kelayotgan Lacetti'ga safdor Otabek Mahmudov to'xtash ishorasini beradi. Haydovchi xodimning ishorasiga bo'ysunmasdan xodimning ustiga mashinasini haydab, avtomobil kapotida ilinib qolgan bo'lsa-da, harakatini davom ettirib, yo'l patrul xizmati xodimining hayoti uchun xavfli harakatlarni sodir etadi. Surishtiruvlar davomida aniqlanishicha, haydovchi 2001-yilda tug'ilgan bo'lib, uning ushbu avtomashinasida jami 144 ta qoidabuzarlik mavjud bo'lib, shundan 38 tasi muddati o'tgan, 30 tasi majburiy ijro byurosi organlariga o'tkazilganligi, umumiy qarzdorligi 18,90,000 so'm ekanligi ma'lum bo'ldi. Haydovchi shu kunning o'zidayoq qo'lga olinib, unga nisbatan hozirda Yashnobod tumani prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 219-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Kelgusida qonunbuzar bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda jarima yoki 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Harakatni davom ettirdim. O'ng tomondagi avtoulovlar meni yo'limni to'sib to'xtatishga harakat qildi va men to'xtadim. Bu ishlar bu darajaga boradi deb o'ylamagandim. Bu ishimdan pushaymonman. Ichki ishlar xodimlari va xalqimdan kechirishlarini so'rayman. Qaytib bu ishni qilmayman. Men tengqurlarga maslahatim bu ishni qilib ko'rmanglar, yaxshi oqibatga olib kelmasligidan va kechirishlarini so'rayman. Bu ishdan pushaymonman. Ichki ishlar organlarining qonuniy talabiga bo'ysunishingizni, yo'l harakati qoidalariga rioya qilishingizni va bu bilan o'zingiz va boshqalarning hayotini asrashingizni so'raymiz. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida yo'l harakati qoidalarini qo'pol tarzda buzib, yo'l bezorligi qoidabuzarligini sodir etgan haydovchiga 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Guvoh bo'lganingizdek, haydovchi transport vositasini xavfli tarzda boshqarib, boshqa harakat ishtirokchilari hayoti va xavfsizligiga tahdid solgan. Uning bu qilmishini oqlab bo'lmaydi. O'tkazilgan surishtiruvlar davomida ushbu transport vositasi va uning boshqaruvida bo'lgan shaxs aniqlandi. Yoshim 19da kecha to'y bor edi, zaksga chiqqanmiz. Haydovchilik guvohnomasini olmasdan yo'lga chiqqanman, qarama-qarshilik yo'lga chiqib ketganman. Nomerda to'sib qo'yganman, bekitib qo'yganman, yechib qo'yganman. Qilgan ishimdan pushaymonman, bunaqa qilishni maslahat beringman. O'zimdaqa bolalarga, yoshlarga kechirishlaringni so'rab qolaman. Yo'l bezorligi faqat yo'l harakati qoidalarini buzish emas, balki inson hayotiga befarqlik, jamoat tartibiga tahdid sifatida baholanmoqda. Shu bois bunday holatlarga qarshi qat'iy choralar ko'rilmoqda. Ushbu avtotransport vositasi surishtiruv davomida aniqlanib, jarima maydoniga olib kelindi hamda haydovchiga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Marg'ilon shahar sudida haydovchining harakatlari atroflicha ko'rib chiqilib, uning qilmishiga yarasha qonun asosida tegishli jazo chorasi qo'llanildi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 128 prim 10-moddasi 2-qismi, 135-modda 1-qismi
va 135 prim 1-modda 1-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir etgan deb topilsin. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 128 prim 10-modda 2-qismi bilan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. 135-modda 1-qismi bilan Adhamovga 1 barobar miqdorda bazaviy hisoblash miqdorini 1 barobar miqdorda, ya'ni 412 ming so'm jarima jazosi tayinlansin. 135 prim 1-modda 1-qismi bilan Adhamovga bazaviy hisoblash miqdorini 2/1 qismi miqdorida, ya'ni 206 ming so'm jarima jazosi tayinlansin. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 34-moddasi talabi bo'yicha uzr kesil 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda o'zining qo'pol qoidabuzarligini ko'z-ko'z qilgan yana bir haydovchiga qonuniy chora ko'rildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Andijon shahar sudi tomonidan ushbu haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128-prim 10 moddasi 1-qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari miqdorida jarima hamda 1 yil muddatga transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Men Jalilov Doniyor 2025-yil 10-avgust kuni akamning avtomobil mashinasini Gentra avtomobilini Navro'zmas stansiyasida drift qilganda bu ishni GAI xodimlari ko'rmaydi deb Instagramga qo'ydik, Instagramda storyga qo'ydik. Bu bizni topishdi. Mana 2 oy bo'lgandi bu ishga. Bu qilgan ishimdan afsusdaman. Boshqa qaytarilmaydi. GAI xodimlaridan uzr so'raymiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu 10X rusumli transport vositasi haydovchisi avtomashina salonidagi old o'rindig'ini chiqarib, o'rniga nostandart bo'lgan pechka o'rnatib olib harakatlangan videosi ijtimoiy tarmoqlarga tarqalib, fuqarolarimizning keng va haqli e'tirozlariga sabab bo'ldi. Holat bo'yicha haydovchi Andijon viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan aniqlandi. Haydovchi bilan tushuntirish profilaktik ishlari olib borildi hamda favqulodda vaziyatlar organi xodimlari tomonidan ham haydovchimizga tushuntirish profilaktik ishlar berildi. Hozirda izohlarni haydovchimizdan eshitamiz. Aka, bu holatni men tushunmagan hisobiga, o'zim pechkani ishlab chiqaruvchi odamman. Shuning uchun pechkamni reklama qilish uchun shu narsani qilganman. Bu narsadan umuman GAI xodimlari, bu favqulodda vaziyatdagi akalarimiz tushuntirdi. Bu holat umuman noqonuniyligini, shuning uchun bizga qonuniy chora ko'rildi. Aziz hamyurtlar, ushbu holat Vazirlar Mahkamasining tegishli qaror talablarini qasddan mensimaslik va yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish deb baholanadi. Shu o'rinda fuqarolardan, qolaversa haydovchilardan yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilishlarini so'rab qolamiz. Shuningdek, Toshkent shahrida yo'l harakatining boshqa ishtirokchilarining erkin harakatlanishiga to'sqinlik qilib, tadbirkorlik brendining bayroqlarini ilib olib, jamoatchilikning haqli e'tirozlariga sababchi bo'lgan haydovchilarga nisbatan tegishli chora ko'rildi. Magazinda, do'konda, ayollar kiyim do'konida modellik qilib ishlayman. Kimdan chiqdi bu fikr? Sizdanmi? Fikr yigitlardan chiqdi. Biz o'zimiz bilmadik ekan qoida buzayotganimizni. Uzr so'raymiz, boshqa bunaqasi qaytarilmaydi. Hech kimga tavsiya bermaymiz. Qoida buzdim, men bu narsani boshqalarga tavsiya bermayman. Boshqa bunaqa ish takrorlanmaydi. Bunaqa holat qaytarilmaydi. Birinchi martasiga kechirishinglarni so'rayman. Bu noto'g'ri ish ekan, o'zi bilmagan edik bunaqa bo'lishini. Bilganimizda qilmasdik. Haydovchilarga jabr berib yoki qanaqadir qonunga zid narsalarni qilmasligini tavsiya qilardim. Instagramimiz uchun kontent qildik. Lekin narsani bunaqa oqibatga olib kelishini bilmadik. Yurtdoshlarimizga bu narsani tavsiya bermaymiz. Oqibati juda yomon ekan. Biz mana oqibatini, jarimalarini to'lab mashq holga kelib o'tiribmiz. Bu joyga kirishinglarni tavsiya bermaymiz. Qiziqishga video ko'rdik.
bunaqa holat boshqa qaytarilmaydi, uzr so'rab qolamiz. Haydovchimizga sodir etilgan qoidabuzarliklar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Bularning ichida yo'l patrul xizmati inspektorlari nega bularga qaramayapti degan kommentariyalar ham mavjud edi. Aynan shu holatlarni inobatga olib, bularga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Bundan tashqari, vaqtinchalik saqlash uchun transport vositalarini jarima maydonchasiga joylashtiramiz. Harakat xavfsizligini ishonchli ta'minlash, yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida respublikamizning barcha hududlarida nazorat reyd tadbirlari davom etmoqda. Turu 464. Toshkent tumani Aktarban qishlog'ida haydovchi to'xtatib tekshirganda davlat raqam belgisiz, yon oynalarning ko'rinishini cheklab, ruxsatnomasiz maxsus moslama o'rnatib, transport boshqarligi aniqlandi. Avtomashina vaqtincha ushlab turish uchun jarimadan qo'yildi. Uchun qo'yib berishsin, hurmatli haydovchi. Mana so'rashgan. Ucham Ushbu avtomashina to'xtatib tekshirganda haydovchi transport vositasining yon oynalariga tegishli ruxsatnomasiz qora plyonka o'rnatganligi aniqlandi. Holat bo'yicha haydovchiga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, endilikda ushbu avtomashinani vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga olib boramiz. Urganch shahrida ushbu transport vositasini to'xtatib tekshirilganida haydovchini tegishli ruxsatnomasiz old jonoyarini qoraytirib plyonka o'rnatib boshqarganligi aniqlandi. Ushbu yuzasidan holat yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasi vaqtincha to'xtatish uchun jarimadan qo'yib turiladi. Urganch shahrida xizmatimiz davomida ushbu BYD rusumli transport vositasi yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan to'xtatilganda haydovchi yo'l patrul xizmati xodimlarining to'xtash ishoralariga bo'ysunmasdan harakatlanib ketdi. Ko'rilgan choralar natijasida ushbu transport vositasi to'xtatib tekshirilganda haydovchi transport vositasini tegishli hujjatlarsiz hamda transport vositasining yon oynalariga tegishli ruxsatnomasiz qora plyonka o'rnatib, ko'rinishini cheklab boshqarganligi aniqlandi. Holat bo'yicha haydovchiga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasi haydovchining ishtirokida jarima maydonchasiga olib kelindi. Urganch shahar Ma'rifatchilar ko'chasida ushbu Cobalt rusumli avtomashina yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan to'xtatilib, haydovchiga nisbatan tekshirish o'tkazilganda, haydovchi mast holatda transport boshqarib yurganligi aniqlandi. Ushbu holat bo'yicha haydovchiga nisbatan qoidabuzarlik yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtomashinani vaqtinchalik saqlab turish uchun jarima maydoniga qo'yib turamiz. Xodimlar tomonidan belgilangan tartibda alkotester moslamasidan o'tkazildi. Natijasini o'zingiz ko'rdingiz, E'tirozingiz bormi xodimlarga? E'tirozingiz yo'q. Bundan keyin mast holatda transport boshqarmang, yaxshimi? Tungi xizmatimiz davomida ushbu ekonomik rusumli transport vositasi to'xtatib tekshirilganda haydovchi transport vositasining old loboy oynasiga qora plyonka tonirovka urinib, ko'rinishini cheklab boshqarganligi aniqlandi. Holat yuzasidan haydovchiga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, endilikda ushbu transport vositasini vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga qo'yib turamiz. Eslatib o'tamiz, ushbu tadbirlar respublikamiz bo'ylab o'tkazilayotganligini ma'lum qilib, barchangizni ogohlikka chorlaymiz. Bolalarga yo'l harakati qoidalari o'rgatilmoqda. Tugayotgan haftada respublikamizning barcha viloyatlarida bo'lib o'tgan kelajak soat tadbirlari doirasida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolajonlarga yo'l harakati qoidalari o'rgatildi. Tadbirlar davomida maktabgacha ta'lim tashkilotlariga biriktirilgan yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari bolalarga yo'l belgilari, svetofor ishoralari va piyodalar qoidalarini sodda va qiziqarli tarzda tushuntirishdi. Bu nima ekan? Mashina, yengil mashina, to'g'rimi? Yengil avtomashina. Bunisi-chi? Yuk mashinasi, yuk avtomashinasi hisoblanadi. Tushunarlimi? Bu nima ekan? O'zini tanishtirib. Zebra ekan. Piyodalar o'tishadi. Tushunarlimi? Demak, yo'llarda zebra bo'lmasa harakatlanishga ruxsat etadimi? Yo'q. To'xtator, yurmasligimiz kerak.
Bunisi nima? Svetofor. Malades. Svetoforda nechta rang bor? Va ular qizil, sariq, yashil. Xo'p. Ular nima vazifani bajaradi? Qizilda nima qilishimiz kerak? Qizilda mashinalar to'xtab turadi, odamlar o'tadi. To'g'ri. Demak, yashil chiroq yongandan-chi? Yashil chiroqda mashinalar o'tadi, odamlar to'xtab turadi. Xo'p. Sariqda-chi? Sariqda mashinalar tayyorlanadi. Bu faoliyatdan ko'zlangan maqsad bolajonlarimizni yoshlikdanoq yo'l harakati qoidalarini o'rgatish hamda ularga to'g'ri amal qilish, kelajakda bolalar bilan bog'liq bo'lgan salbiy hodisalarni oldini olish maqsadida o'zining ijobiy hissasini qo'shadi degan umiddamiz. Yana bir muhim xabar. Surxondaryo viloyatida imtihon markazi faoliyatini boshladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 190 hamda Vazirlar Mahkamasining 271 sonli qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida Surxondaryo viloyatida ham avtomaktablarni bitirgan nomzodlar uchun alohida imtihon markazi o'z ish faoliyatini boshlash arafasida. Transport vositalarini boshqarish uchun nomzodlardan amaliy va nazariy imtihonlarni olish uchun yaratilgan sharoitlar va qulayliklar bilan tanishish maqsadida Surxondaryo viloyati imtihon markazining ochilish marosimiga bugun viloyat mas'ullari ishtirok etdi. Markazni tantanali ochilish tadbiriga so'zga chiqqan viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov ushbu dargoh viloyat fuqarolariga nechog'lik muhim ekanligi, bir necha yillardan buyon haydovchilikka nomzodlarga qo'shni viloyatlarga borish noqulayliklar tug'dirib kelganini ta'kidlab, avtomobil yo'llarida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan qoidabuzarliklar va avariyalarni oldini olishda hamda namunali haydovchilarni saralab berishda eng ishonchli jabha bo'lib xizmat qilishiga ishonch bildirdi. Yo'lda yuryapmizmi? Atrofimizda qancha mashina, qancha insonlar harakatlanyapti, to'g'rimi? Shuning uchun biz o'zimizni ustimizda ishlab, puxta o'qib, yo'l qoidalarini yaxshi o'rgansak, ertaga o'qiydigan bilimli haydovchilar bizlarda safi, madaniyatli haydovchilar safi kengaysa, bu o'z-o'zidan yo'l transport hodisalarining kamayishiga olib keladi. Bu markazning ma'nosi shu. Shundan so'ng mehmonlar, soha mutasaddilari va jamoatchilik faollari markaz faoliyati bilan tanishdi. Imtihonlar A, B, C, D, B, C va D toifalari bo'yicha o'tkaziladi. Shuningdek, markazda nogironligi bo'lgan fuqarolar uchun ham qulay sharoitlar va mos avtotransport vositalari bilan ta'minlangan. Yig'ilganlar nazariy va amaliy imtihonlarni olishda inson omilini rad etuvchi shaffof va samaradorlik jihati ko'zdan kechirilib, ijobiy fikrlar bildirishdi. Imtihon markazini imtihon olish sig'imi bir kunda nazariy imtihon uchun 800 nafargacha nomzoddan imtihonladi. Amaliy imtihon 400 nafargacha haydovchilikka nomzodlardan imtihon olish qobiliyatiga ega. Zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan avtotransport vositalari, sinov yo'laklari hamda nazariy imtihon olish xonalari bugundan boshlab Surxondaryo viloyati fuqarolari uchun xizmat ko'rsatishga shay. O'ylaymizki, endi korrupsion holatlardan yiroq bo'lgan, professional dargohda sinovdan o'tgan haydovchilar yo'llarda o'zining yuksak madaniyatini namoyon qila boshlaydi. Ko'rsatuv yakunida qish mavsumiga avtomobilingizni tayyorlash bo'yicha tavsiyalar bilan tanishtiramiz. Kuz va qish, tabiat ham, yo'l sharoiti ham o'zgaradi. Hurmatli fuqarolar, siz va yaqinlaringizning xavfsizligi uchun avtomobilingizni yangi mavsumga tayyorlang. Texnik ko'rikdan o'ting. Dvigatel yog'i, tormoz suyuqligi va akkumulyator holatini tekshiring. Yozgi shinalarni qishkisiga almashtiring. Isitish va yorug'lik tizimlarini tekshiring. Tuman, qor, yomg'irli kunlarda faralar juda muhim. Antifriz va oyna tozalagichlarni tekshiring. Muzlab qolmasligi uchun antifrizni yangilashni unutmang. Ha aytgancha, avtomobilingizga qishki jihozlarni, qo'lqop, tungi yoritgich va issiq yopinchiqni ham solib qo'yishni unutmang. Esda tuting, vaqtli tayyorgarlik xavfsiz yo'l garovi. Avtomobilingizni kuz-qish mavsumiga hozirlang, o'zingiz va o'zgalarning hayotini asrang. Zero xavfsiz harakat har birimizning burchimizdir. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganimiz shulardan iborat edi. Hafta davomida sohaga oid sodir bo'lgan voqea va hodisalar bilan men Dilnoza Rajabova tanishtirdim. Eng so'nggi ishonchli ma'lumotlarni bizning quyidagi rasmiy sahifalarimiz orqali o'zbek va rus tillarida olishingiz mumkin. Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari har qanday ob-havo sharoitida tunu-kun xalq xizmatida va sizning yoningizda ekanligini unutmang. Hafta davomida sizlarga a'lo kayfiyat, xavfsiz va ravon yo'llar hamroh bo'lsin. Xayr, salomat bo'ling.